Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalal-ı Suyuti rahmetullahi aleyhin Halifler tarihi namı kitabı dersimizin devamında bugün yanıla Ali radıyallahu anh'ın hayatı da toxtalyapmiz. Bu grammatika, Arap grammatikasının asasını müşedem tiklegenimde. Abul Qasim Zucaci bizim amali namlı kitaplarda rivayet kılgan bir malumatda bizge Abu Ja'far Muhammed ibn Rustum Tabari, bu kişiye Ebu Hatim Secistani, bu kişiye Yaqub ibn İshaq el-Hazrami, bu kişiye Said ibn Muslim el-Bahili. Bu Bahili'ye dadısıga yana dadısı. Bu Bahili'nin çoğu dadısıga hem de Ebul Esved Duali diyen adam rivayet kılgan ki, depegen ki. Bu adamı yana dadısını depti. Karana bir şeyde ilimli bir tarqıtış, bir huzurluk, yani bir amanet, mesuliyet talep kılgan şey olğaçqa, ay dadısı balısıga, balısı yana balısıga, ay nevirlerge, etraf şagirdlerge, ya kögen adamlarga, ya işençlik dep qaragan adamlarga bu malumatlarni ilimli yetkizish asasida şuna ismi bilen til qilib bayon qiladi da buni. Biz hem de aynı vaqtdagi İslamiyatning dastlabki mezgillarida ilmga bo'lgan bu shu musulmonlarniki naqadar bek mas'uliyatchan omonatlar ekanligini ko'ra olamiz bu nuqtadan. Endi bu adam deydi, men Amirul Mu'minin Ali ibn Abu Talib radhiyallahu anhu'ning huzurlariga kirgan vaqtimda u odam nat boshlarini sangiltib bir narsa o'ylab ketibdi-da. Dedim men Amirul Mu'minin nima o'ylayaptilar deb so'rabdi-da. Degandikan bu kishi javob berib, men anglayapman sizlarning bu shahringizda, ya'ni Iroqda, Madina o'nchilar xatolik yo'q arab tiliga nisbatan. Yani sizlarning bu shahringizda, bu Iroq ko'p yillarda yag'ir xatolik bor ekan arab tilida. Shuning uchun arab tilining asosiy grammatikasi haqida bir kitob yozgan bo'lsam deganni o'ylayapman dedi-da. Shuni o'ylab men voy shunday qilgan bo'lsa bizni qaytadan bir tirildirgan bo'ladilar bu tilimizni. Bu lug'at, yani bu arab tili bizda mangu davomlashgan bo'ladi deb shunaq degan dedi. Shunda men 3 kundan keyin kelsam, menga bir qog'ozni tashlab berdi dedi, bir sahifani. Bir vaqtimda qog'oz yo'q, hamda shu xat yozilgan bir varaqchidek bir narsamda shu vaqtida. Yana bir nuqtani eskartib qo'yaylik, esim kelyapti. Hamda Mahmud Qashqari rahmatullohi alayh ayni vaqtida 1000 yil burun şu Uyghur tilinin, yani bütün Türk tilindeki grammatiklik nazariyasini yazgan bir kitap bo'lgan. Bu kitap hem de yo'qolib ketgan. Eğer şu kitap bo'lgan bo'lsa, bizning buna aytdi ne kadar texmi güzel, hayatımızga texmi zo'r ma'no qo'shgan bo'ladi. Afsus o kitap yo'qolib ketgan. Ama lekin hem de Türk tillar divanida bu, hem de şu Uyghur tilinin, Türk tilindeki hem de grammatiklik nazari ve asası bu musumu, lekin umum biz dikkat qilgan vaqtimizda anda süzüp chiqagidek şekilde tilimizdeki asası saqlanib qolgan. Bu nuqtama mana ishlarga yani biraz o'xshab ketgan. Shuni eskartib qo'yishni loyiq ko'rdim. Endi bu xatda hem de Ali ibn Abu Talib'ninki yozib qo'ygan xatida mana gapni munda boshlabdi. Bismillahirrohmanirrohim. Söz demek isim, fiil, harptir. Bunu şu üçünü yani söz deyimiz depti. İsim demek ma'lum bir narsalarning nomini bildirganni isim deymiz. Fiil degan ma'lum narsalarning harakatini bildirganni fiil deymiz. Harf degan qaysi degan vaqtda ismi bo'lmagan, fiilmi bo'lmagan bir ma'noni uqtirgan bo'lsa, uni biz harf deymiz. Deb arab til grammatikasini bu odam mushtag'ini bosh yildizi nazariyasini o'tirib qo'yapti-da. Andım bana mundaq dedi Ebul Esed Duali. Bana mundaq dedi Ali ibn Abu Talib radhiyallahu anhu. Sen muşunun qarta ko'zing ko'chirib, seninki xiyolingga kelgan, sen to'g'ri deb topgan narsalarni qo'shqin bu varaqchiga dedi. Deb bo'lib, menga yana topilib, Ebul Esved bilgin dedi. Har qanday bir narsalar 3 xil bo'ldi. Biri zahir, aşkar buludu, biri yoşurun buludu. Yani bir narsalar var, zahir, aşkarım emas, yoşurun emas. Ulamalarning haqiqiy şu farqini mush orqali bilamiz. Yani bek aşkarım bo'lmagan, bek yoşurun bo'lmagan narsalarni bilaligan vaqtida shu ulamoniki biz darajasini, zehnini
bilalaymiz deb nasihat qildi. Shunda Abul Asad Duali chiqib, men bir muncha narsalarni yig'dim. Endi bu odam yiqqan vaqtida shu arab tilining Qur'oni Karim, hadis, arablarning she'rlariga qarab turib, ma film manda keldi ekan, ism manda keldi ekan, degandek grammatikani kimdo qarab ma'niga masalan xabar desak bo'ldi ekan, miyag egi desak bo'ldi ekan. Degandek hamda shu atalg'ularni bular ijod qildigan gap shuni qarab turib hamda. Chunki buningki asosi bor, lekin grammatikalik atalg'usi yo'q hamda. Shuni ism qo'yib yig'digan gapda. Shunlar o'zimning yiqqan ma'lumotlarimni yanala Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning huzurlariga sundum deydi. Sunsam buning ichida masalan zavarlik harflar var, masalan fathalik harflar vardı. Onu da bayan qilib inna anna layta la'allaka anna. Mana mavla shu arab tilida hamda ismni fatha qiladigan qo'shimchalardir. Onun ichida men lakinna qo'shimchisini bayon qilmabdiman. Degandiki menga nima ish lakinna qo'shimchisini qo'yib qo'yding? Debdi men uni zavar o'qitadigan harf deb o'ylamabdiman desam, yo'q, unda emas. Belki u shuning o'zi shudir. Uni qo'shib qo'y dedi. Demak biz mishad hurufun nasiha deb biz o'rgangan arab tilidagi o'sha 6 qo'shimcha bor. Ismni zavar o'qitadigan, fatha o'qitadigan. Buni o'sha Ali ibn Abu Talib bilan Abul Asvad ad-Duali dastlabda o'tirib qo'ygan degan mazmun kelib chiqyapti. Endi bu odamniki Ali roziyallohu anhuning ba'zi hikmatli so'zlari va shunaqlam Qur'onni yodlagan odamlarga qanday nasihatlarni qilgan bunu tanışıp çıkaylı. İbn Asakir rahmetullahi aleyh Rabiat ibn Nacid degan kişi rivayet qilgan bir mazmunda Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu shundaq degan. Sizlar shu kishilarning orasidagi muomalanglarda shu uchar qushga nisbatan shu hasalar desak bo'langlar. Uchar qushlarning ichida uchadigan jonliqlar ichida har qanday uchar qushning ichida hasalarsi nihoyatda zaif. Bosh qushlarmi shu nihoyat ojiz hisoblaydi, qaraydi. Agar qushlar bosh qushlar asallarning ichidagi barkatlarni bilsa edi, uni undaq ojiz bechora sanmagan bo'ladi deb bo'lib, kishilarga shu tillaringlar bilan aralashinglar, muomala qilinglar. Kishilar bilan muomala qilgan vaqtinglarda tilinglar, jasadinglar xavf bilan bo'lsin deydi. Ammo amalinglar, ko'nglinglar ulardan ayrim bo'lsin. Ya'ni Xudo bilan bo'lsin demakdir. İnsan kıyamette birden bir özünki erişkini qarta şu paydaga erişidi. Kıyamet günü insan özünün en yaxshi ko'rgan narsalar bo'ldi dedi. Bu yaxshi ko'rish bu yerda özünki en yaxshi ko'rgan masalan amalning manfaatini ko'rdi deganni maqsad qilish kerak bu kishi. Ham shunaqa yana bir desa hamda shu inson o'zi yaxshi ko'rgan odam bilan bo'ladi deb hadis bor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki sahabelerden Şokran dediğim bir sahabe bir kez Resulullah'ın huzurunda bu qarsa Resulullah'ın sağırıp ketken çırayı. Şonlardan Şokran nem bulduğun dese ya Resulullah biz dünyada sizni ko'rib, siz bilan aralashib, sizning xizmatlarda diyorlashib yurdik. Qiyomatda sizdan ayrilib ketsak, sizlar yuqori darajada biz to'van darajada tursak qanday qilamiz? deb shunda ensirab chiroyim sag'rib ketdi deganda payg'ambarimiz inson kimni yaxshi ko'rsa, shu yaxshi ko'rgan odam bilan bo'ladi degan. Demak, inson yaxshi odamlarni yaxshi ko'rgan odam cho'qim yaxshi odamlar bilan qiyomatga yana birga bo'ladi. Inshaalloh. Yani Ali radhiyallohu anhuning ki mundaq bir so'zini deb qo'yayli deydi. Sizlarning unda amelinglarning, ibodatinglarningki miqdoriga, soniga ahamiyat bergandan qabul bo'lish tarafiga bak ahamiyat beringlar. Yani ixlosga ko'ngil beringlar. Chunki taqvolik ixlos bilan qilgan amal u hargiz oz bo'lib qolmaydi. Unda amal Allohning huzurida qabul bo'lsa, buni oz deb hisob qilib bo'lmaydi deb shunaq deganimda. Demak bu vaqtda bir odamda sizlarning songa ahamiyat bermay, sifatga, ro'yiga bak ahamiyat beringlar, ibodatinglarniki, amalinglarning, ishinglarning deganda bu odam buyurganimda. Yahya ibn Ja'da degan kishi rivoyat qilgan bir mazmunda Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu yana shunday deydi. Ey hafizlar, ya'ni Qur'onni yodlagan odamlar, uning amal qilinglar. Cho'qim olim degan bilganiga amal qilgan odamdir. O'zinki ilmi bilan amali moslashgan odamdir deb bo'lib, keyingi davrlarda shu ilmlik odamlar bo'ladi. Ularning shu muhkidan o'tmaydi ilm deydi. Ularning ichi bilan tishi o'xshamaydi. Amali bilan ilmi bir-biriga moslashmaydi.
ular halqalab o'ltirishdi, bir-biridan bular bir-biriga aytib faxrlanishib ko'z qilishdi deydi. Ilmini, sorunini degandek. Hatta bir adam mesela o'ziniki bir hamroyi yoki o'quvchisi mesela boshqalarning sorunida, ilm sorunida o'ltirgan bo'lsa, shuningga nayda nafratlangan, shuningdan ochiqlaydigan manda avvallarmi bo'ladi. Man bunda odamlarniki amallari ay sorunini qilib Allohning huzuriga bu ixlosi yoki buning savobi bo'lmaydi, bu odamga yetib bormaydi. Yani Allohning huzuriga tetmaydi Xudoga deb shundaqmi degan deydi. Bu adamning nayt qimmatli hikmatlardan muvaffaqiyat eng yaxshi qo'mondan deydi. Güzel xuluq eng yaxshi hamroh, aql eng yaxshi do'st, adab, axloq yaxshi meros, o'zidan mag'rurlanish, ta'ajjublanish eng ig'ir g'urbatchilik deb shundaq degan. Hamda Haris degan kishi rivoyat qilgan yana bir mazmunlarda mundaq degan. Bir odam Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuning huzurlariga kelib debdiki, "Menga taqdir haqida bir tushuncha bergan bo'lsa" desa, bu odam javob berib mundaq debdi. Taqdir demak qorong'u yo'lki, sen uningda mangolmaysan dedi. Bu odam yana taqdir haqida bir xabar bergan bo'lsa desa, cho'nqur dengizga uningga kirolmaysan dedi. Bu odam yana tushunmay taqdir haqida yana bir ma'lumot bergan bo'lsa desa, Allah'ın siriki sen onu bilmeyse, onu aşkarlama, bilmegen sır ne depti. Bu adam yani düşünmey, taqdir hakkında yana bizge malumat bergen bolsa dese, bu adam cevap verip, ey sorguchi, Allah seni öz iradesi için yarattı mı, yoki senin iradan için yarattı mı degan ki, belki Allah öz iradesi için yarattı dese, ondaq da Allah seni öz iradesi göre seni işiltidi dep şundaq mı cevap bergende. Hazreti Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilgan yana bir hikmatli so'zlardan bu odam shunday debdi. Har qanday qiyinchilik, musibatlarning oxirlash bosqichlari bo'ladi. Shuning uchun bir odam musibatga baloy uchragan vaqtida bu odam uchun oxirlashini his qilish kerak, bilish kerak. Hamda aql odam, donishmand odamlarga musibat, baloy, ofat yetgan vaqtida bu odam shuning vaqti tutgan qadar sabr qilib, saqlab sel özünü tutup aldı deydi. Yani uxlaydı degeni sel bir xillik ciddileşmeydi o. Çünkü bu musibetin vaqt saati tügeçten burun onun bilan to'liq kuchayib apilishish bu xatolikning musibatni texmi avt etadi deydi. Bu ne kadar hikmetli söz öz joyida deyilgan. Yana Ali radhiyallohu anhudan so'ralibdi da bu odamdan saxilik degan nima desa, saxilik degan bir odam o'zi shu boshlab so'ramasdi bergan bo'lsa saxilik bo'ldi. Agar bir odam so'g'anni bergan bo'lsa, bu odamniki ham haya ham marhamat bo'ladi deb mundam tushundigan. Ali radhiyallohu anhu yana shundaq deydi. Bir odam kelib bu odamni maqtab ushur etibdi-da, lekin amaliyotda undan burun bu odam Ali ibn Abi Talib to'g'riliq bir qisiz yoqmas gaplarni qilgan ekan. Ya'ni bir alik uchur maqtashdinki aksicha bir gaplarni qilgan ekanda. Shuning uchun Ali radhiyallohu anhu bu odamga debdi-da, "Men sen degandek emasman" deb bo'lib, "Men sening nafsingdagi, yuragingdagi o'ylaganning ustidirak" debdi. Demek çoğunu men hozir sen maqtavatsan, sen degan bu maqtagan shaklda emasman, ammo shundaqla sening qalbingdagi o'yangdan ustidirakman dedi. Yani sen davatga yomon sifatning menda yo'q, men uning ustida deb bu odamga yana aytdi. Ham aytdi chiroyli shaklda uning ustiga aytdi, hikmatli ravishda deb turdi bu gapni. Hazreti Ali radhiyallohu anhu yani shunaq degan, gunoh ma'siyatinga jazosi ibodatdan aytdi, ojizlashish, g'ururlashish, maishatdan aytdi, torchilik bo'lish, huzur, lazzat, ibodatning lazzatida baxtsiz bo'lish degan. Yani ta'asfil lazza, yani lazzat baxtsiz bo'lish degan nima degan gap desa, bu odam shunga javob berib, endi bir halol narsaga bir shahvat aralashgan ekan, uniki huzurini buzadigan avval tuyg'u paydo bo'ldi deb shunday javob bergan. Ali ibn Rabi'a degan kishilar rivoyat qilgan yana bir Ali ibn Abu Talibniki so'zida bir odam Ali radhiyallohu anhuga sabbatakalloh, yani seni Alloh nayt mustahkam qilsin debdi. Lekin bu odam bu Ali radhiyallohu anhuni uch ko'rdiganmi odamga. Shundan bu odam javob berib,
senin jürkan Allah müstehkem kılsın dep onda gadir cevaplık bilen cevap bergen deydi. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.